$3000 foyda qilsa bo'ladimi atirdan, ha? Tanishinglar, bu Javohir Attor. Javohir, yaxshimisiz? Biznes kontentlar qiziq bo'lsa menga obuna bo'ling, qizartirish esdan chiqmasin. Sizlar uchun harakatdamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, sovg'a ham bor. Atir sohasi juda ham katta mavzu. Uni tanlashdan to'g'ri sepishgacha gaplashamiz. Javohir, bu biznesga qatdan kirib qoldingiz o'zi? Atir biznesiga. Bu biznesni 2023-yil boshlaganman. Qiziqishlarimdan kelib chiqqan holda, ya'ni bu boshida men hobbim edi. Oxirgi paytlarda keyinchalik bu menga daromad olib kelishni boshladi. Ya'ni tarixi nimadan boshlangan? Onam menga 10,000 so'mlik atir olib kelib bergan. O'shanda men sepib ko'rganman. O'shandan keyin men yana boshqa hidlarni test qilib ko'rish, ya'ni sinab ko'rish xohlaganman. Qiziqib mana shu sohaga kirib ketdim. Oxiri mana hozir hobbim menga hozir daromad olib kelyapti. Zo'r. Original atir bilan sizning atirlaringizning nima farqi bor? Original atirni ko'pchilik olishga cho'ntaga ko'tarmaydi. Shuni o'ylagan holda analog atirlar chiqqan. Shu analog atirlardan biz ham foydalanamiz va sotamiz. Bu atirlarni farqi narxida va flakonida va brendda. Lekin bu bizning atirlarimiz 90-95% originalga yaqin va hamyonbop narxlarda odamlar bemalol olib, o'ziga pozolyat qilish uchun mana shunaqa atirlar chiqazganmiz. Original bilan deyarli bir xil. Deyarli bir xil. Tushunarli.